Sohiba Jalilova degan opamiz chatda qaysi domla to'g'ri dars beryapti, kimga ergashish kerak, kim to'g'ri bilmay qoldik domla debdi. Kim haqda esa ergashavering, uni qaysi shaxs aytayotganligi unaqa darajada muhim emas. Endi haqligini qaydan bilaman desangiz, Alloh subhanahu va taolo aql degan ne'matni berganki, eshitayotgan narsasini saralab ajrata oladigan darajada Allohning bergan ne'mati. Shuning uchun o'shandan foydalanaylik-da, ma'lum bir insonlar to'g'ri yo'lga boshlaydi, ma'lum bir insonlar demasdan, kim hidoyatga chaqirayotsa, endi mo'min odam. Mayli gunohkorroq bo'lgan mo'min odamdir yoki ba'zi bir ishlarida juda boshqalardek mumtoz bo'lmagan mo'min odamdir. Allohning dinidan bir haq narsa yetkisi kimisidan bo'lsa ham olavering, eshitavering. Shuncha aytamiz, hatto saroy mullasi bo'lib chiqsa ham birov haqni yetkazayotgan bo'lsa, u narsani oling, chunki u gap uni saroyda mullasiligida emas. Saroyda mullasi deyotgani kofir degani yo bo'lmasam shunaqangi bir kofir safida degani emas. Bugungi kunda o'sha saroy deyotgani hokimiyat islomga emas, kufrga asoslangan hokimiyatda qo'l ostidagi musulmonlarni hammasini o'zini hokimiyatiga majbur qilyapti. Ya'ni shu hokimiyatni, ya'ni kufr asosida qurilgan hokimiyatni yo'rig'iga yurasan deyapti. Shuni orasida haligi mullalar ham, domlalar ham hammasi shu hokimiyatni ostida yashayotgani uchun ba'zi biri indamasdan qayoqqa yur desa yuryapti. Ba'zi biri sal bo'yin tovrab yuryapti. Ba'zi biri qarshi chiqyapti, qamalib ketyapti. Ba'zi birini quvg'in qilib tashlayapti ozgina haq gapni aytib qo'ygani uchun. Ba'zi biri tishini tishiga qo'yib, shuni yomon ko'rsa ham, shu hokimiyatni kufr, ahmoq deb bilsa ham, endi iloji yo'q shu yerda bilganimcha yetkazay deb yuribdi. Ya'ni musulmonda shular. Endi orasida shunaqa ba'zi bir xiyonatchilari chiqadi, haligi yuqoridan kufrga asoslangan o'sha hokimiyatni aytmaydigan gaplarini ham o'zi talab qilib turib, o'zini tashabbusi bilan aytib boradiganlari bor. Yoki o'sha kufr hokimiyatni islom hokimiyati qilib ko'rsatib beradiganlar bor. Mana shunaqa gaplarini olmaysiz. Uni kim aytsa ham olmaysiz. Musulmonlarning eng ulug' shayx aytdi desa ham olmaysiz unaqangi noto'g'ri gaplarni. Lekin o'sha odamlar ham bir hidoyatdan bir yaxshi foydali narsani to'g'ri aytsa olasiz. Shuning uchun falonchidan olgin deb turib bitta odamni ko'rsatmaymiz. Ya'ni jumladan o'zimni ham sizga tavsiya qilmayman. Har doim men nima desam meni olinglarda, o'sha odamlar bittasini ham olmanglar demayman-da. U nima desa men ham bandaman. Bir yanglish narsa aytsam, olib ketsangiz to'g'ri bo'lmaydi. To'xta, shu yerda yanglishib qolding, to'g'rilab olgin deb turib o'nglab qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. O'nglab qo'yishga har bitta aqli yetgan odamda haqqi bor. Faqat shu bir Asharni bitirib kelsa yo Saudiyadan diplom olib kelsa yo haligi bizni saroychilar aytayotganday saroydan berilgan dokumenti bo'lsa-la haqqi bor, bo'lmasa haqqi yo'q emas. Har qanday musulmon xatoyimizni ko'rsa, shu yerda xato qilyapsan, shuni o'nglab olgin deyish kerak. Endi albatta tushunsa. Endi har bitta odamga qo'yib qo'ysangiz, endi bitta narsani bittasi xato, bittasi to'g'ri deb ketaveradi. Lekin odam izlanib, to'g'ri xatoni ajratadigan darajada harakat qilishlikka Alloh imkoniyat bergan. Biz shuni boshqacha tushunmaylik. Tirik mavjudot Alloh aql bergan bo'lsa, demak u mukallaf. Alloh aql bermagan bo'lsa, unda u mukallaf emas. Allohning huzurida hisob bermaydi. Shuning uchun Alloh berdimi shuni sizga aqlni? Eshiting, oxirigacha eshiting, yaxshilab eshiting. Tushunmasangiz 3-4 marta qaytib eshitingda, shu gaplardan to'g'rilarini oling. Noto'g'rilari bo'lsa shu yerda ketib qoldingiz deb olmang. Shuning uchun sizga qoida odam emas. Falonchi domlalar eshit, falonchilarni eshitma. Bular dokumenti bor, bular dokumenti yo'q. Bularni saroy tasdiqlagan, bular saroyda quvib chiqqan. Bular unaqa sifati bilan sifatlamaymiz. Kim bo'lsa ham ahli iymondan bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa, haqni gapirayotgan bo'lsa, qayerda bo'lsa ham, qaysi yurtda bo'lsa ham, u chegaralariga qarab aytmaymiz. O'zbekistonlikda eshit, Qirg'izistonlikda eshitma, Tojikistonlikda eshit, Rossiyaga borsa eshitma degan yo internetda eshit, magnitofonda eshitma degan unaqa ahmoq gaplarni gapirmaymiz. Bugun shunaqa bor, internetdan eshitma. Magnitofondan-chi, magnitofondan eshit. Videodan ko'rsam-chi, bo'lmaydi videodan ko'rsam. Ya'ni judayla bir siyqas chiqqan befarosat gaplarda. Shu narsalarga odamlar ham o'rganib qolibdiki, qaysinisini eshitay, qanaqa qilib eshitay degan narsalarga o'tib ketyapti. Shunaqa bo'lmaylik. Kim haqda aytsa to'g'ri, kimisi haqni ko'rsatsa eshitaylik, ko'rsatmasa eshitmaylik.